205-maktab haqida nimalarni bilasiz va u qachon tashkil topgan? 1983-yil tashkil topgan. Rus sinfi o'zbek tili sinflari bo'lardi. Hozirgi paytda Dildora Jo'rayeva direktor bo'lganlarida maktab oldingi o'sha birinchi ochilgan paytidagi faoliyatida yaxshi ish olib boryapti. 255-maktab haqida nimalar bilasiz? 255 ga bolalaringiz bergan bo'lardi. Alaykum assalom. 255-maktab yaxshi maktab. Hammadan so'raganimda maqtashgan. O'shaning uchun o'zim bolalarimni ham shu maktabga berishga tayyorlanyapmiz. Hozir 0-ga boradi shu maktabga. Assalomu alaykum. 255-maktab haqida bilasizmi? Bilaman, mana uyimizga yaqin o'g'illarim bitirdi maktabni. Oilali bo'lib ketishdi. Endi nevaralarimga navbat keldi. 2-sinfda, 1-sinfda o'qishyapti. 205-maktabda o'quvchilar uchun qanday sharoitlar yaratilgan? 255-maktabda hamma sharoitlar yaxshi, zo'r, a'lo darajada. O'zim o'g'lim ham shu maktabda o'qiydi. Direktoridan tortib ustozlari hammasi bilimli, mas'uliyatli. Sinflari yorug', hamma jihozlar bilan ta'minlangan. 255-maktab haqida qanday fikrlar va qanday gaplar eshitgansiz? Bu menimcha Toshkentdagi eng namunali maktablar ro'yxatiga o'zi kirgan. Biz ham boshqa xususiy maktabga bermoqchi edik, lekin tanishlarimizni, o'zi qarindoshlarimiz bolasi borayotgani uchun yaxshi anaqilarga o'zi erishgani uchun biz ham shuni tanladik. 255-maktab haqida qanday fikrdasiz? Assalomu alaykum. Juda yaxshi maktab deb eshitganman. Hali o'zim bolalarim kichkina, lekin xudo xolasa shu maktabga bermoqchimiz. Toshkent shahar bo'yicha juda katta yutuqlarga erishib kelayotgani haqida ma'lumotga egamiz. Juda yaxshi professional o'qituvchilar borligini eshitganmiz. Direktorlari ham juda yaxshi. Xudo xolasa bolalarimni shu maktabga bermoqchiman.